3-qoida. Yo'qchilik haqida so'z ketsa derlar. Yo'qchilik yigitning zo'rin sindirar. Bil, bu jumla error eng katta xato. Yo'qchilik ortida bor error xato. Sharh. Zehniyatimizga o'rnashgan nuqsonlardan biri yo'qchilik haqida. Puling yo'q, qarzing bor, ro'zg'orda taom pishirmoq uchun ham narsalar taqchil. Bu bizning nazdimizda fojia. Unday emas aslo. Hashamatli uying, qimmatli uloving, obro' e'tiboring yo'qmi? Shular bo'lsa insonlar orasida hurmat qozonaman, baxtli bo'laman deysanmi? Boylik va sarvatni topish ham, undan bir zumda ayrilish ham mumkin. Ammo yigitda aslo yo'qolmaydigan, zavol topmaydigan, hech kim tortib ololmaydigan boyliklar bo'lmog'i lozim. Bu halollik, bu rostgo'ylik, bu samimiyat, bu sadoqat, bu poklik, bu matonat, bu fahmu farosat, bu kurashchanlik, bu jasorat, bu qo'rqmaslik va hokazo. Sanab o'tganimiz fazilatlarning har biri bir boylikdir. Ko'rganmisiz bozorda matonat sotilganini? Ko'rganmisiz fahmu farosatni do'kon peshtaxtalarida yoki vafo va sadoqatni sovg'a o'laroq o'rab berish mumkinmi? Yo'q, albatta. Do'stim, sen ana shu fazilatlarni kasb qil, ana shu xislatlarni o'zingda kashf et. Shu yaxshi xulqlar bilan yasha. Inson boy, puli ko'p, lekin insofsiz, yolg'onchi, xiyonatkor, ikkiyuzlamachi, takabbur, farosatsiz, tulkidek ayyor bo'lishi mumkin. Boyligi go'yo go'sht, atrofida pashshalar bisyor. Go'sht g'oyib bo'lsa, pashsha va arilar ham g'oyib. Ya'ni soxta o'rtoqlar, pul va martabaga sotiladigan pastkashlar pashsha yoki chivindan farqsizdir. Sen aytganimiz fazilatlarni hayoting qonuni deb bil. Aslo aldama, aslo xiyonat etma, aslo va'daga teskari ish qilma, aslo ikki yuzli bo'lma, aslo ahmoq va nodonga aylanma. Atrofingga jon fidolar keladi. Jon fido do'stlar. Ular seni aldamaydi. Ular boyligingga ko'z tikmaydi. Ular har qanday kunda yoningdadirlar. Ular yaxshiliklarini hech minnat qilmaslar, yuzingga solmaslar. Shu haqiqiy boylikdir. Bu bo'lmasa sen qashshoqsan, sen yo'qsilsan, sen yo'qchilik changalidasan. Dunyo atalgan fohishaga maftun bo'lmagan, uning hiylasiga laqqa ilinmagan yigitlarga salomlar bo'lsin. Bilki moddiy yo'qchilik ortidan to'qchilik bordir. Yo'qchilikdan singan to'qchilikda halok bo'ladi. To'qchilikda quturgan yo'qchilikda xor bo'ladi. Do'stim, kamolat yo'li olis. Hali juda ko'p ilm olishing kerak. So'zlarimizni eslab qol va matonat ila bu yo'lda sobit tur.